Assalomu alaykum, hormatlar, yaxshimisizlar? Manzara yaxshimi? Inverter keldi. 25 kilovatlik daha. Bunaqa. Xullas, buni aslonoy platasi kuyib ketdi. Men yoqqa miya qo'yiladigan, miyasini olib qo'yganman hozir. Bu yerda mayt kuyib ketdi. Suratda ko'rgan bo'yicha bu yerda kuyib ketgan polnis. Hammasini tozaladim. Naspos kuyib ketgan. Nar tomongacha faqat metallizatsiya qilgan nar tomon doroshkasi mana buni mana men buni hozir doroshkasini qaytarib qo'yganman. Xullas hozir epoksiga qilib qo'ydim. Mana teshiklarni ham teshib qo'ydim, tayyor. Anaqa u doroshka o'tkazishga hammasini doroshkani hozir vassanit qilaman. Bu yerda hammasi kuyib ketgan, xullas. Bitta sovuq narsa qolmagan. Bu yerda mikrosxemalar ham kuygan. Hammadan diod ham kuyib ketgan. Bu yerda kuyganda korotka zamoqqa o'chiragan, bu yerda diodlar ham kuyib ketgan, xullas. Bu yerda mana plus o'rtada zemlya, keyin ground, keyin minus. Anaqa ishlaydi. Xullas biz hammasi kuygan. Bularning hammasi endi doroshkalarni vassanit qilib, hammasini ruchnoy vassanit qilamiz. Bitta sxema bo'yicha surat tashib berdi, anaqa buni donorini. Surati bo'yicha hammasini vassanit qilamiz. Ipdanginasigacha. Bitta milky driver, katta driver bor. Komparator, operatsion usiltli. Mikrosxemalar. Xullas. Hammasini qilib ishlatib ko'ramiz. Miyasi ketmagan bo'lsa bo'ldi. Bu yerda birinchi bo'lgan-ku, skachok напряжение birinchi bo'lgan chaqmoqimi kuyganda, xullas. Mana bu narsa mana unga qarashi tok transformator bu yerda 3 ta fazaniki tokni o'lchaydi bu yerda. Shunga. Mayli. Hammasini qilib o'tirib, ishga tushirib, keyin yana bitta video olaman. Shuni ko'ramiz. Remont qila oldimmi yo yo'qligini keyingi videoda bilasizlar. Assalomu alaykum.